Bu ovqat Kimi viloyatida qanaqa nomlanadi? Kommentariyada yozib ketinglar, обязательно o'qiyman. Chunki ko'rinishi bir xil, lekin nomlari har xil bo'lgan ovqatlar juda ham ko'p va men bularda guvohi bo'lganman. Bu taom uchun bizga kerak bo'ladi kartoshka, go'sht, piyoz, pomidor, chesnok, yana nima qo'shib xohlasanglar qo'shsalang bo'ladi. Ba'zi birlar buni tovuq go'shtidan, ba'zi birlar jigardan, kimlardir mol go'shtidan qiladi. Men bo'lsa tovuqda oyoqchalaridan qilishga qaror qildim. Yaxshilab kartoshkani qo'rib tarelkaga olganimdan keyin go'shtni ham chala-xom qilib pishirib olganimdan keyin piyoz solib yaxshilab aralashtirdim va ustidan go'shtlarni soldim. Обязательно piyoz tillarang bo'lgandan keyin uni ustidan tuz sepib oldim, chunki har bitta qavatiga tuz sepmasam bo'lmaydi, chunki go'shtim tuzlanmagan. Keyin kartoshkani soldim, uni ustidan chesnoklarimni soldim va pomidorni solib, ozgina tomat solib, ketidan qo'limda zirani yaxshilab ishqaladim. Zirani hidrosi shirin bo'ladi. Keyin tomatni ustiga suv quydim va ustidan piyozlar terib, yarim soat 40 minutga past olovga dimlab qo'ydim va natijani qaranglar o'rtoqlar. Bizda bu ovqat dadam aytishi bo'yicha siltama deyiladi, lekin bizdagi ko'p joylarda bu dimlama deb ataladi. Sizlarda nima deyilishini yozib ketish, esdan chiqmasin. Ovqatga bo'lsa baho berib qo'yamiz. Kutib qolaman.